هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Mücadele tefsiri 12. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtenlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Mücadele suresi 12. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, Peygamber bilen mahfi sözleşmekçi bolsanlar, aldı bilen yoksullağa sadaqa berip, ondan sözleşenler. Bu sizler üçün yaxşıraqdır ve pakraqdır. Eğer sadaqa qıladigan narsa tapalmasanlar, sizlerge günah bolmaydı. Çünkü Allah nihayet mağfiret kılgıcıdır, nihayet mehribandır. Sizler Resulullah bilen mahfi sözleşishdan ilgari sadaqalar berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadaqa bermadinglar. Allah sizlarni afu qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishlaringlardan Allah to'liq xabardordir. Peygamber bilen mahfi sözleşishdan ilgari sadaqa berishga buyurish to'g'risida. Allah Teala bu ayetlerde mümin bendilerini eğer ulardan biri Peygamber aleyhisselam bilen mahfi sözleşmekçi olsa sadaqa arqılıq günahdan paklanish, mallarının köpeyişi ve Peygamber aleyhisselam bilen sözleş salahiyetiga ega bo'lish uchun sözleşishdan ilgari sadaqa berishga buyurdi. Şuna Allah Teala mundaq deydi: Bu sizler üçün yaxşıraqdır ve pakraqdır. Eğer sadaqa qıladigan narsa tapalmasanlar, yani kimiki kambag'al bo'lganlikdan sadaqa berolmasa, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Çünkü Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Shunga sadaqa berishga qodir bo'la oladigan odamni sadaqa berishga buyurdi. Sizler Resulullah bilen mahfi sözleşishdan ilgari sadaqalar berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Yani Peygamber bilen mahfi sözleşishdan ilgari sadaqa berishdan iborat bu hukmning sizlarga davomli farz bo'lib kelishidan qo'rqdinglarmi? Sizlar sadaqa bermadinglar. Allah sizlarni afu qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allah'a ve onun peygamberiga itaat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Allah to'liq xabardardir. Bu ayet bilen mahfi sözleşishdan ilgari sadaqa berish hukmi ularning ustidan bekor qilindi. Aytilishicha, bu ayetning hukmi amaldan qoldirilishdan ilgari Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan boshqa hech kim bu ayetga amal qilish sharpiga ega bo'lolmagan. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumanın Allah Teala'nın aldı bilen yoksulluğa sadaqa berip ondan sözleşenler degan ayet hakkında mundaq deganligini rivayet qiladi. Bu şunun üçün ki Müslümanlar Peygamber aleyhisselamdan tolu sual sorab onu bearam qildi. Şuna Allah Teala Peygamber aleyhisselamның yükünü yengiltish uchun ularni sadaqa berishga buyurdi. Ular sadaqa berishga buyurilgandan keyin ko'p sondagi musulmonlar savol so'rashdan to'xtab sabr qilishdi. Shuningdan keyin Alloh taolo sizlar Rasululloh bilan maxfiy so'zlashishdan ilgari sadaqalar berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadaqa bermadinglar. Alloh sizlarni afu qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar degan oyatni nozil qilib, ularga osonchilik yaratib berdi. Ularni qiyin ahvolda qoldirmadi. Ekrima ve Hasan Basri mundaq deydi: Allah Teala'nın
aldı bilen yoxsullarga sadaqa berib, andın söylüşіңlar degan oyatining hukmini, onundan keyin keladigan sizlar Rasululloh bilan maxfiy so'zlashishdan ilgari sadaqalar berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadaqa bermadinglar. Alloh sizlarni afu qildi. Namoz o'qinglar, zakat beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Alloh to'liq xabardordir degan oyatining hukmi amaldan qoldirdi. Said ibn Abu Aruba, Qatada va Muqatil ibn Hayyanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar payg'ambar alayhisalomdan uzildirmay savol so'radi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat bilan ularni savol so'rashdan to'xtatdi. Biror odamning payg'ambar alayhisalomga hojati tushib qolsa, oldi bilan yo'qsullarga sadaqa bermagicha o'zining hojati haqida uningga so'z qilishga qodir bo'la olmaydi. Bu ish ularga ig'ir keldi. Shuningdan keyin Alloh taolo agar sadaqa qiladigan narsa topolmasanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir degan oyatni nozil qilib, sadaqa berishga narsa topolmagan taqdirda sadaqa bermasdan uningga so'z qilishga ruxsat qildi. Ma'mar Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar bilan maxfiy so'zlashmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan yo'qsullarga sadaqa berib, ondan so'zlashinglar degan oyatning hukmi amaldan qoldirilgandir. Bu oyatning hukmi faqat bir kunga yetmagan ozli vaqt ichida kuchga ega bo'lgan. Abdurrazzaq Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ali bu oyatning hukmiga mendan boshqa hech kim amal qilmasdan uning hukmi amaldan qoldirildi. Uning hukmi ozli vaqt kuchga ega bo'lgan edi dedi. Allohning g'azabiga uchragan qavmni ularning do'st tutganligini ko'rmadingmi? Ular sizlarga va u qavmga, ya'ni Yahudilarga mansub emas. Ular bilib turib yolg'ondan qasam ichdi. Ularga Alloh qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ldi. Ularning mollari va bollari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsani daf'i qila olmaydi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. U kunda Alloh o'lganlarning hammasini terildirdi. Ular dunyodagi chaqlarda biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichdi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Agah bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ularning ustidan shayton g'alaba qildi. Shayton ularga Allohning zikrini unuttirdi. Ular shaytonning qo'shunidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shuni ziyon tortquchilardir. Munofiqlarni ayiblash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kofirlarni yo'shirin holda do'st tutgan munofiqlarni ayiblaydi. Amaliyatda bo'lsa, munofiqlar kofirlar bilan birga emas, mu'minlar bilanmi birga emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Munofiqlar kufr bilan iymon orasida orasoldi bo'lib turdi. Ne ularga, ne bularga mansub emas. Ya'ni mu'minlarga kofirlarga mansub emas. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Allohning g'azabiga uchragan qavmni ularning do'st tutganligini ko'rmadingmi? Ya'ni munofiqlar Allohning g'azabiga uchragan Yahudilarni yo'shirin holda do'st tutadi va ular bilan birga ishlarda kelishim tuzishib oladi. Ular sizlarga va u qavmiga, ya'ni Yahudilarga mansub emas. Ya'ni ey mu'minlar,
Әні şu munofiqlar əməliyyətdə silərdən emas və özləri dost tutqan Yahudilardan emas. Ular bilib turub yalğandan qəsəm içidir. Yəni munofiqlar özlərinin yalğan qəsəm qılıbatqanlığını bilib turub yalğandan qəsəm qılıdır. Mana bu yalğan qəsəminin dəl özüdür. Xüsusən ularning muşundaq ahvolda qasam qilishları haqiqatan la'natga loyiqdir. Biz Allohga sig'inib mundaq qasamdan panoh tilaymiz. Shak shubhisizki munofiqlar mu'minlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. Payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelganda uningga o'zlarining mu'min ekanligini bildirib Allohning nomi bilan qasam qilishidi. Halbuki ular qilgan qasamlarda o'zlarining yolg'onchi ekanligini biladi. Gerçi ularning yolg'onchi ekanligi amaliyotga uyg'un bo'lsa-mu, lekin ular o'zlarining degan so'zlarini rost deb e'tiqod qilmaydi. Shunga Alloh taolo ularning yolg'on qasam qilganligiga va yolg'on shahodat aytganligiga guvohlik berdi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Ularga Alloh qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ya'ni munofiqlarning kofirlarni do'st tutganligi va ular bilan hamsuhbat bo'lganligi, mu'minlarni dushman tutganligi va ularni oldiganligidan iborat bu qabih qilmishlari uchun Alloh taolo ularga qattiq azobni tayyorladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ular yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ya'ni ular tashqi ko'rinishda iymonni izhor qilib, dillarida kufrini yoshirdi. O'zlariga yolg'on qasamni qalqon qildi. Ularning ishining haqiqatini bilmaydigan xeyli ko'p sondagi musulmonlar ularni rostchil deb o'ylab, ba'zi kishilarni Allohning yo'lidan to'sadigan ahvol kelib chiqdi. Ular har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ular yolg'on qasam qilib, katta Allohning ismini kamsitganligining jazosi uchun har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularning mollari va bollari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsani daf qila olmaydi. Ya'ni ularning ana shu narsallari ularga azob kelganda hech narsani to'sib qola olmaydi. Ana shular ahli davzaxdir. Ular davzaxda mangu qolg'uchilardir. U kunda Alloh o'lganlarning hammasini terildirdi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh ulardan hech kimni qoldirmay hammani hisob ilish maydoniga to'playdi. Ular dunyodagi chaqlarida biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichidi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ya'ni ular dunyoda kishilarga biz musulmonmiz deb qasam ichgandek, oxiratdami g'olib va buyuk Allohga biz to'g'ri yo'l ustida edik deb qasam ichidi. Chunki kim nima ustida yashasa, shu narsa ustida o'ladi va qiyomat kuni shu narsa ustida terildiriladi. Ular o'zlariga dunyodagi chaqda kishilar oldida qilgan qasamlari manfaat yetkazgandek qilgan qasamlarini Allohning dargohidami o'zlariga manfaat yetkazadi deb e'tiqod qiladi. Shunga ular o'zlariga oshkora hukmni ijro qildirmoqchi bo'ladi. Alloh taolo ularning bu e'tiqodini ifodalab mundaq deydi: ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ya'ni ular g'olib va buyuk Robbiga qilgan qasamni o'zlariga foydali deb qaraydi. Alloh taolo bu oyatda ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir deyish orqali ularning yolg'onchi ekanligi haqidagi xabarni texnik ta'kidlaydi. Ondan Alloh taolo mundaq deydi: ularning ustidan shayton g'alaba qildi. Şeytan ularga Allohning zikrini unutildirdi. Ya'ni şeytan ularning dillari ustidan g'olib kelib,
ularga g'olib va buyuk Allohni eslashni unutildirdi. Shayton kimning ustidan g'alaba qilsa, u kishi ana shunday qildi. İmam Abu Dardodan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Har qanday bir shahar yoki sahrodan namoz o'qimaydigan 3 odam bo'lsa, shayton ularning ustidan g'alaba qilgan bo'ladi. Sen namozni jamoatdan ayrilmay o'qigan. Shek shubhisizki chet qolgan qo'yni bo'ri yeb ketadi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ular şeytanның qo'shunidir. Ya'ni shaytonga yengilgan va Allohni eslashni unutilgan kishilar shaytonning qo'shunidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shuni ziyon tortquchilardir. Shubhisizki Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashquchilar eng xor insonlar qatoridadir. Allah lavhil mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari yoki qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Allah iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Allah ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Allah'tan ulamı memnun buludu. Yani şular Allah'ın qo'shunidir. Bilinglar ki Allah'ın qo'shuni maqsadga erishkichilardir. Allah bilan qarshilashquchilarning jazolanadiganligi g'albining Alloh taologa va payg'ambariga mansub ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalom bilan qarshilashquchi kofirlardan xabar berib, ular haqdan davomli qochquchilardir va uning bilan qarshilashquchilardir. Hidoyat yo'li bir yonda bo'lsa, ular davomli boshqa bir yonda bo'ladi. Shunga ular eng xor insonlar qatoridir. Ya'ni ular to'g'ri yo'ldan qo'g'linib, yiroqlashtirilgan badbaxtlar bo'lib, ular dunyo va oxiratda eng nachar kishilardir. Allah lavhil mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Ya'ni xiloflik qilinmaydigan, to'salg'uga uchramaydigan va o'zgartirilmaydigan eng dastlabki kitob lavhil mahfuzda Alloh taolo dunyo va oxiratdagi g'alaba Alloh taologa, uning kitobiga, payg'ambariga va mu'min bandalariga mansubdir. Yaxshi oqibat taqvodorlarga xosdir deb yozdi va shundoq hukm qildi. La ilaha illalloh Muhammadar rasululloh. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Shek shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Allah lavhil mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. Ya'ni kuchlik va g'olib Allah lavhil mahfuzga o'zining dushmanlari ustidan g'olib ekanligini yozdi. Bu o'zgartilmas
puxta hükümdür ve mustahkam belgilengen iştir. Dünya ve ahiretdeki yaxshi aqibat ve g'alaba çoqum mu'minlarga mansubdir. La havla ve la kuvvete illa billah. Mu'minlarning kafirlarni do'st tutmaydiganlik to'g'risida. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari yoki qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ya'ni agar qarshilashuvchilar mu'minlarning urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi mu'minlar ularni do'st tutmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan: mu'minlarni qo'yib kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambarlariga yordam bermasanglar, bu holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Allah fasik qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketkichilarni hidoyat qilmaydi. Said ibn Abdul Aziz ve başkalar mundaq deydi: Allohga ve ahiret kuniga ishonadigan bir qavmning Allah bilan ve onun payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari ya qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Allah iymonni mahkam qildi ve öz dergahidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Allah ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ularmi memnun bo'ladi. Ana shular Allohning qo'shonidir. Bilinglarki, Allohning qo'shoni maqsadga erishkichilardir degan bu oyat Abu Ubayda Amir ibn Jarroh Badr urushi bo'lgan kuni otasini o'ltirib etganda nozil bo'ldi. Shunga Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu o'zidan keyingi xalifani saylashni o'zi belgilab qo'ygan. Ana shu 6 kishilik maslahatchilar a'zolariga topshirgan chaqda mundaq degan: Agar Abu Ubayda hayot bo'ladigan bo'lsa, albatta uni xalif saylab qoldirgan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Bazı tafsirshunoslar mundaq deydi: ularning onalari degan oyat Badr urushida otasini o'ltirib etgan Abu Ubayda haqida nozil bo'ldi. O'g'illari degan oyat shu kuni o'g'li Abdurrahmonni o'ltirmoqchi bo'lgan Abu Bakr Siddiq haqida nozil bo'ldi. Ya qarindoshlari degan oyat shu kuni qarindoshi Ubayda ibn Umayrini o'ltirib etgan Mus'ab ibn Umayr haqida nozil bo'ldi. Ya urug' tuqqanlari degan oyat shu kuni bir tuqqanini o'ltirib etgan Umar haqida nozil bo'ldi. Va yana shu kuni Utba, Shayba ve Valid ibn Utba qatorliqlarni o'ltirib etgan Hamza, Ali ve Ubayda ibn Haris qatorliqlar haqida nozil bo'ldi. Men, ya'ni Abdur mundaq deb qarayman. Bu oyat tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Payg'ambar alayhisalom Badr urushida asirga tushgan kofirlarni qandoq bir talab qilish haqida musulmonlarga maslahat soldi. Abu Bakr Siddiq ulardan
tölam ilib qo'yib berilishini, ulardan ilingan pul malning musulmonlarni kuchlantirish uchun ishlatilishini maslahat berib, asrga ilinganlar tağıllarimizning va urug' tuqqanlarimizning o'g'illaridir. Alloh taolo ularni hidoyat qilib qilishi mumkin deydi. Umar: "Ey Allohning payg'ambari, men Abu Bakrning so'ziga qo'shilmayman. Dillarimizda mushriklarga qarata do'stlikning yo'qligini Alloh taoloning bilishi uchun menga paloni tuqqanimni o'ldirishga, Aliga Aqilni o'ldirishga va palonni o'ldirishga ruxsat qilgan" deydi. Ani shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Ya'ni kimki Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni agar uning otasi yoki qarindoshi bo'lgan taqdirdami do'st tutmaydi degan sifat bilan sifatlansa, ani shu odam Alloh dilida iymonni mahkam qilgan va uning ko'ziga iymonning nur berilgan odamdir. La havla va la quvvata illa billah. Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi, Allohdan ularmi mamnun bo'ladi. Bu ajoyib bir sirdir. Ular Alloh taolaning roziligini izlab, urug' tuqqanlarni dushman ko'rganligi uchun Alloh uning badiliga ulardan rozi bo'ldi va ularga muqim turadigan nozu ne'matli jannatni, katta baxt saodatni va hammaga o'rtaq marhamatni ato qilish orqali ularni mamnun qildi. Ana shular Allohning qo'shunidir. Bilinglarki, Allohning qo'shuni maqsadga erishguchilardir. Ya'ni ana shular Allohning hurmatli bandalaridir. Alloh taolo yuqorida kofirlardan iborat shayton qo'shunini tilga ilib, bilinglarki, shaytonning qo'shuni ziyon tortquchilardir deb jakarlagan bo'lsa, bu oyatda bilinglarki, Allohning qo'shuni maqsadga erishguchilardir deb mu'minlarning dunyo va oxiratda maqsadga yetguchilar, baxt, saodat va g'alabaga erishguchilar ekanligini tantanalik jakarlaydi. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Mujadilaning tafsiri tugadi. Buyuk Alloh haqiqatan fazl va marhamat egasidir. Kelar qitimda sura Hashr tafsiri 1-oyatidan boshlab anglaysizlar inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammadi va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.